Bora, assalomu alaykum. Hurmatli teletomoshabinlar, Mashrab nima qilyapti? Bu ilonlarni qayerdan topdi deyishingiz mumkin. Bu zuluk. Bizda yana bir mehmonimiz bor. Buni mushtariy zafarni yoshatirish uchun olib keltirdik. Aynan maxsus Dubaydan olib keltirildi. Mana ilonchalar. Yoshman hali. Mashrab. O'sha qoldi organizm bilmabsiz biz. Demak, mehmonimizni tanishtirib o'taman. Mehmonimizni tanishtirib o'taman. Bolalar nevropatologi, tibbiyot fanlari nomzodi shifokor Azizbek Sharipov. Assalomu alaykum Azizbek. Assalomu alaykum. Ancha bo'lib ketdi Azizbek. 3 oy bo'ldi. Menimcha kelmaganingizga. Salomatimiz shukur aka, zo'rmisiz? Biza cho'zilib ketgan sababi poyezdkada edik, chet el yurib, shu bemorlarni davolab, mana sal bo'sh vaqtimiz bor edi. Hali ham siz bugun yakshanbaga chaqirdingiz, keyingi haftaga yana rejamiz bor. O'sha bo'lmayapti sizni. O'shaning uchun endi qo'ldan kelgancha kelib, xudo qolsa xalqqa o'z maslahatimizni berishga harakat qilamiz. Azizbek aka, bu ilonlarni qayerdan olib keldingiz? Aka, bu ilonlar Turkiyadan kelgan. Ana. Bu maxsus sertifikatlangan, ya'ni hujjatlari ham bor va bular bir martalik hisoblanadi. Pasport. Yaqinda hayvonlarga pasport beryapti deganda hayron qolgandim. Buni Yo'q, Mashrab, bu narsachi to'g'ri. Chunki zuluk to'g'risida agar eshitilgan bo'lsa, ma'lumot bor. Kimlardir avvallari zulukni 2 martalab ishlatadi degan ma'lumotni bergan. Zulukni o'sha margansovkali suvga tashlagandan keyin u o'sha qayd qilib, qonni chiqarib tashlagandan keyin yana ishlatadi degan ma'lumotni eshitgandi. Bu qanchalik to'g'ri, qanchalik noto'g'ri, to'g'risi men bilmayman, lekin Azizbekda unday emas. Hammasi bir marta ishlatiladigan narsalar. Aka, hozir siz aytgan gapni birinchi marta eshitdim. To'g'risi, aslida o'zi zuluk bir marta qon tortgandan keyin qayta olmaydi. Bo'lmaydimi unaqa? Bosqichi faqat ko'payish bo'ladi. Endi insonlarga zuluk haqida mavzu juda ham qiziq hisoblanadi. Eng muhimi nima? Zulukni olishi muhimmi, zulukni berishi muhimmi? Ya'ni azizlar, zulukni insonlarga so'lagini berishi muhim. Chunki zulukni so'lagida 150 dan 200 ga yaqin fermenti bor. To'xtay, daydi shamollarda xabar berishicha, yosh katta ayollarning lablariga hozirgi kunda har xil gellar quyilyapti. Quymasdan turib bularni qo'ysa chiroyli bo'lib ketadi degan anaqalar bor. Faktlar bor. Bu juda ham zo'r fakt, to'g'ri aytdingiz. Taxminlar ham bor. Hozirgi kunda mana qarang, ayollar botoks qildiradi labini, yuzlarini torttiradi. Lekin bu tabiiy bor. Xudo taolo yaratgani bor. Ya'ni masalan 50-60 ga kirgan ayollar, bu aynan biz bu safar hozir olib kelganimiz kosmetik zuluk. Yuz uchun buni maxsus lablarda nuqtalari bor. Shu nuqtalarga qo'ygandan keyin 50-60 yoshli ayollarning labi 18-20 yoshli qizlarning g'uncha labiga o'xshaydigan bo'ladi. Asliga qaytadi. Kechirasiz. Azizbek aka, gapingizni bo'ldim. Tamam. Oqartirishning iloji bormi? Oqartirishning ham iloji bor aka. Oqarganda borki, shunaqa tiniq oqaradi. Rostdan. Bilasizmi, bir narsa, o'tgan safar ko'rsatuvga keldim. Ko'rsatuvlaringizdan keyin bemorlar keldi, tanishlar, keyin bir narsani men hayron qoldim. Sizlarni tomoshabinlari sizlar bilan bir oiladek bo'lib qolgan ekan. Qadrdon bular. Nimaga? Mashrab aka haqida gapirishyapti, Mashrabni uylantirishimiz kerak deydi ular. Men aytdim, siz Mashrab akani taniysizmi desam, viloyatdan kelgan bemorimiz, "Yo, tanimaymiz, biz bir oila bo'lib qolganmiz. Shu televizorda postoyanno ko'rib shu o'ylanishlarini biz kutib yotibmiz" deb gapirishdi. Aka, nima bo'ldi? Nuqtasiga zarba berdingiz-ku Azizbek, buni Mashrab ham bir o'y xayolga tushib qoldi-da. Endi zulukimizni oladigan bo'lsak, bu zulukni so'lagida 150 dan 200 ga yaqin fermenti bor. Bu tanadagi gialuronoza va kollagenaza degan narsa bor. Ya'ni qisqa qilib aytganda, hozirgi kunda zulukni so'lagini sun'iy dunyo bo'yicha laboratoriyada qilish olmagan. O'shaning uchun so'lagi biz uchun juda ham muhim. Tanani hujayralarini yoshartirib beradi. Agarda qoningizda shamollash bo'lsa, leykotsit miqdori baland bo'lsa, leykotsit miqdorini tushirib beradi. Hattoki bizga soch to'kilgan bemorlar keladi, oyoq og'riq hojonalar kelishadi, tizzadan pasti, bel, tos og'riqlari bo'ladi. Biz igoterapiya bilan birgalikda kombinatsiyada bir kun zuluk kuni qilamiz. Aynan o'sha kuni maxsus nuqtalarga zuluk qo'ygandan keyin bemorlarda shunaqa yengillik bo'ladi. Endi ko'rsangiz, har safar bir voqeani eslayman, 85 yoshli hojona keldilar. 85 yoshli hojona kelganlarda qizlari bizni qayerdandir eshitgan ekan, yo hojona eshitgan biz haqimizda, keyin majburlab qo'ymasdan olib kelganlar. Qizlari
olib kelib ikkita qizlar o'tiribdi 85 yoshli Hojijonaga tekshirganimizdan keyin oyoq og'rig'im, bel og'rig'im qoladimi deb savol berdilar. Albatta qoladi deb aytdik. Keyin qanchada qoladi, qancha vaqt kerak bo'ladi? Xudo xolasa 1-2 kun lecheniya olasiz, muolaja. Shunda sezilarli darajada og'riqlaringiz qoladi deganimizdan keyin kayfiyatlar ko'tarilib, xursand bo'ldilar. Keyin qizlar aytdiki, "Onajon, siz chiqib turing, biz hozir doktor o'zi bilan gaplashaylik" dedilar. Keyin onalarini chiqargandan keyin qizlar aytayaptiki, "Doktor, menga qarang, nima uchun siz meni onamga 85 yoshli ayolga 1-2 kunda oyoq og'riqlari qoladi, kamayadi deb aytdingiz. Bizda olib bormagan joyimiz qolmadi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, ko'nglari qolmasin deb sizga olib keldik onamizni. Lekin tuzalmasliklarini biz bilamiz, chunki hamma joyga borib ko'rdik" deb gapirishgandan keyin men aytdimki, "Siz hamma joyga olib borgan bo'lishingiz mumkin, lekin bizni tabiiy yo'l orqali, ya'ni Xudo taoloning yaratgan ne'matlari orqali davolash uslublari hali qo'llanilmagan. Mana olasiz, oladilar, Xudo xolasa ko'rasiz qanaqa natijani" deb. Shu Hojijonamiz 3 kurs lecheniya olib, xursand bo'lib chiqib ketdilar. Birinchi kursda o'zida zo'r natija olib, ya'ni men aytmoqchimanki, igoterapiyani va zulukni kombinatsiyada birgalikda davolasa juda ham zo'r natija beradi. Azizbek aka, mana kasalliklarni siz davolab pastga qarab qaytarasiz, orqaga qaytarasiz. Endi ma'lum bir miqdorda 100% bo'lmasa ham 90% gacha qisman qaytaradi. Shunaqa. Bizda reklamani ko'paytiramiz, mana hozir reklama. Gap yo'q, gap yo'q. Siz kamaytirdingiz-ku. Hurmatli tomoshabinlar, bizda eksperiment boshlandi. Hozir mana menga zuluk qo'yishadi va men oqarib, yosharib ketar ekanman. Daydi shamollar xabar berishcha shunday. Zuluk olgandan keyin gapirish kerak emas, Mashrab. Rostdan. Tushib ketadi zuluk. Hali zulukni Zuluk qo'yganlar uyg'onib qolsa bo'lmaydi. Oqaraman mani. Shunday narsani ham eshitgandim. Azizbek o'zi hozir O'ktam akam bilan suhbat qilmoqchi edim, lekin bitta narsani so'ramoqchi edim. Xo'p. Zuluk harom qonni so'radi deyshadi, lekin bitta joyda o'qiganimda harom qonni o'zi bo'lmas ekan insonlarga nisbatan, to'g'rimi? To'g'ri, harom qonni o'zi tagi bo'lmaydi. Zulukni asosiy bizga berishi muhim so'laga. Chiqadigan qon, ya'ni u kasallik qon, u turib qolgan qon. U venani qoni emas, qon tomirlarini qoni emas. Ko'pchilik hatto o'ylaydiki, meni gemoglobinim past, qonim kamligi uchun menga zuluk mumkin emas deydi. Ya'ni kasallikka qarab, tashxisiga qarab, maxsus nuqtalarga qo'ysa bo'ladi, biz davolaymiz. Hattoki yosh bolalarga ham zuluk qo'yiladi. Hattoki yosh bolalarga. Nima uchun? Chunki biz uni so'lagidan foydalanamizda, natijasi qisqa muddatda yaxshi natija bo'lsin, zo'r bo'lsin deb. Ustozlar aytadiki, katta olimlar avval shifo paydo bo'lgan, keyin dard paydo bo'lgan. Ya'ni kasallik keyin paydo bo'lgan, birinchi shifo paydo bo'lgan. O'shaning uchun ham ustozlar o'rgatishganki, hayotda qanday kasallik orttirilgan bo'lsa, hammasiga davo bor. Faqat o'limdan tashqari. Aziz aka, u birinchi shifo paydo bo'lgan deysiz. Birinchi men sevib qolib, keyin qiynaldim-ku dard bu yerda. Muhabbat dardi borki, bu juda ham yechilmagan va oxiriga yetilmagan dard hisoblanadi. Buni tushuntiring O'ktam aka, Mashrabga. Bu darddan qanaqa xalos bo'lsa bo'ladi? Uylandi deysizmi? Hozir nimadan keyin biladi? Mikrofonga. Bundan keyin bilib olamiz. Ana endi tomoshabinlar ertalabdan salom dasturi davom etadi. Bizning hamma mehmonlarimiz o'zimiz bilan birgalikda studiyada, kimdir mana jarayonlarda ishtirok etyapti. Va o'sha jarayonlarga men ham qo'shildim. Mushtariy ham qo'shildi. Lekin biz sog' ekanmiz, soppa sog' ekanmiz. Hamma kasalliklar bo'lak yopishgan ekan, qarang. Nima demoqchisiz, Shuhrat aka? Ko'zga yaqinsilar-da, ko'z tegib qolgan sizlarga. Biz qanaqa Rahmat. Mashrab oqarish dardida, men esa mana shu Yosharish dardida. Hamma o'zim dardida ekan. Qo'shiq kuylash dardida. Mehmonlar bo'lsa qo'shiq eshitardida. O'ktam aka, keling, vaqtdan unumli foydalanaylik. Hozir siz bilan suhbatni keyinga qoldirib turaylik. Hozir bitta chiroyli yana qo'shiq eshitaylik. Bemorlarga o'zi musiqa terapiya bo'lar ekan. Mana shu ham insonning salomatligi uchun juda ham foyda bo'lar ekan. zo'r gap bo'ldi. Psixoterapiya. Siz ijod qilishingiz kerak. Sizni ijodingiz xalqqa kerak. Chunki sizni ijodingizda ma'no bor, ma'naviyat bor, mazmun bor. Tarbiyaviy masalalar bor. O'shaning uchun bunaqa musiqalar, mavzular ko'proq xalq orasida aylanishi kerak. To'g'ri. Shunda xalqning ma'naviyati oshib boraveradi. Rahmat Azbek aka. Endi menga tushuntirib bering mana bu nimani. O'ktam akamga qiziq bo'lyapti shu narsa. Qarang. Biza chet davlat, bizning asosiy maqsadimiz o'zi nevropatologman. Lekin
ustozimiz aytganlarki, hayotda hamma orttirilgan kasallikda davosi bor, faqat buni sen topib yetishing kerak deb o'zi bizgacha yaratilgan va biz chet davlatlarga borib xalq tabobat davolash uslublarini o'rganganmiz. Masalan, mana bu toshlar, mana bu qora tosh. Tosh-a? Da, bu qora tosh Tailandda biz o'qiganmiz. Bu antibiotik o'rnini bosadi. Tanadagi shamollashlarni o'ziga tortib oladi. O'shaning uchun bizga kelgan bemorlarni igoterapiyadan tashqari yana qo'shimcha 4-5 xil davolash uslublarini qo'shamiz. Ya'ni klassik faqat igoterapiya qilinmaydi. O'shaning uchun ham kelgan bemorlarda zo'r natija bo'ladi. Mana bu ko'rishingiz mumkin. Bu kasallikni o'ziga tortib, endi shunaqa yengil bo'ladi, shamollashlari. Oddiy toshdami? Oddiy toshdan. Bu tosh maxsus temperaturada qizdiriladi va qizdirilgandan keyin ichidan tabiiy tog'ni toshlari bu, tabiiy o'zidan tanadagi kasalliklarni tortish xususiyatiga ega. Bu tailandlik olimlar Maxsus toshda. Maxsus toshlar. Tog'dan olib kelib hamma Yo'q, maxsus toshlar Tailandni tog'larida bo'ladi bu faqat. Ular bu narsani ilmiy taraflama ham isbotlashgan. Ha, bu yashil nima? Bu yashillar juda ham antiqaviy davolash uslubi. Buni mani ustozim professor Zian xitoylik Vanzhou degan universitetda biz o'qiganimizda ilmiy ixtirolari. Bu yashilning ichida giyohi bor. Bu giyoh nima qiladi? Tanadagi qayerda masalan shamollash kirish joylari bor. Masalan, beldagi, oyog'ida shamollash joyi oyoqdan kiradi, beldagi. Aynan o'sha joyiga shu bankachani shuni qo'yganimizdan so'ng moment shamollashni ta'sir qilib belizgacha boradi. Buni qanday sezishimiz mumkin? Masalan, xohlasangiz men sizni o'zingizga qo'lingizga qo'yib beraman. Bu shunaqa qizdiradiki, bu qizigani butun qayeringizdagi shamollash bo'lsa o'sha joygacha boradi. Ya'ni shunchalik effekti, natijasi zo'r hisoblanadi. Ya'ni bu meni o'zi xalq tabobatini to'g'risi yaxshi ko'raman, tabiiy yo'llar orqali. Chunki mana qarang, zamonaviy meditsina oxirgi 100 yilda paydo bo'lgan. Lekin ungacha odamlar qanday davolangan? Har doim o'ylayman. Qanaqa kasallar, oldin kasallik bo'lmaganmi? Oldin ham hozirgidek shu kasalliklar bo'lgan. Oldin faqat xalq tabobati yo'llari orqali davolab tuzatishga. Ibn Sino hazratlarini bir zo'r gaplarini men yaxshi ko'raman. Bu dunyoda mazmuni shunaqaki, hayotdagi barcha kasalliklarni davosini, ya'ni yechimini topdim. Yagona bir kasallikda davosini topa olmadim, u ham o'lim deganlar. Ko'ryapsizmi, 11 asr oldin Ibn Sino hazratlari kasallikni hammasini davosini topib, asarlarida qoldirib ketganlar. O'shaning uchun buni shunaqa effekti bor. Agar xohlasangiz hozir qo'yib beraman sizga. Mayli, siz qo'yib turing, ungacha esa Shahram akam sig'dira olmasa, meni anaqa qiling-da, mana. Ana zulukni olishdi mana mendan. Lekin ikkita chakkamga mana hozir skruchlab qo'ydi, nimadir. Spirt bo'lsa kerak, menimcha spirtmi, shepim. Men qarab oling-da, men zulgim ko'chib tushdi-yu, menimcha. Yo'q, turibdi. Turibdimi? Nimadir ko'chib tushgandek bo'ldi. Yo'q. Zuluk turibdi, gap bo'lishi mumkin emas. Borgan sari yosharyapsiz siz. 18 yoshga qarab ketyapsiz. o'zi 18 Siz oqarib ketibsiz. Oqarmanmi? Ha, anchagina. Lekin baribir har 6 oyda ichki qalb ham oqarsa edi. ichkidan ham qora to'g'ri aytdingiz. Har 6 oyda hasil qilamiz, o'zi doktor ko'rigidan o'tib turish kerak. Shunaqa hamma. Profilaktik 1 yilda bir 100% hamma tibbiyot ko'rigidan o'tish kerak, 100%. O'ktam aka, siz qachon oxirgi marta shu muolajalarni olgansiz yoki shifokor ko'rib? Bilan olmaganman, lekin analiz topshirganim 1 yil bo'ldi. 1 yil. O'zi qarilik Xitoyda 90 dan boshlanadi. 90 gacha hamma kasallikni davolasa bo'ladi. U degani, masalan 60 ga kirdingiz, 70 ga kirdingiz. Bo'ldi, endi qarilik degan narsa noto'g'ri. Agarda siz davolansangiz, bu kasallikdan Xudo xohlasa forig' bo'lasiz. Juda ham bo'lmasa, bu og'riqlardan va qiynalishlardan forig' bo'lib, hayot, turmush tarzingiz yanada go'zallashadi. Mana mushtarixonni ham uni zulukchalardan forig' qilamiz. Yo'q, o'ting. O'ting mushtari. Uzr gapni bo'ldim, suhbatni bo'ldim. Ming bor o'zim so'rayman. Lekin men o'zimni yaxshi his qilyapman. Obeddan keyin men oqarsam kerak menimcha.
Onam ko'rib o'tirgan bo'lsa nima bo'lardi? Hali onalar bitta igna kirsa ham baqir chaqir bo'lib qoladi. Bugun ochilasiz aka, ochilasiz. Nima? Bugun Ha, bugun Oldingi safar uxlatib ketuvdik mashina. o'tgan safar uxlatib ketuvdik, muhabbat nuqtalarga qo'yib berib ketuvdik. O'shandan ta'sir qilmadi-yu, lekin uxlab qolgani Muhabbatni topganlar, muhabbat bilan yana ko'p talab qilgansizda, hozirgi qizlardan ko'p narsani talab qilmaslik kerak olguncha. O'g'incham. Ha, olguncha. Olgandan keyin yana bo'lguncha, qarang. yana bo'lguncha. Ayollar erkakni qovurg'asidan Ya, olingan. ha. Endi qarang, qovurg'a bilasiz, mana qiyshig'i bo'ladi. Bu qovurg'ani birdaniga to'g'irlayman desangiz sinib ketadi. O'shaning uchun buni hayot davomida sekin-sekin to'g'irlab borasiz. Mani Xudo rahmatli bobom nima degandilar? Men yoshligida ko'p qiz tanlaganimda, bolam, qizni ko'p tanlama. Chunki qizlar tarvuzga o'xshaydi. Nimaga tarvuzga o'xshaydi? Chunki tarvuzni sotib olib uyga olib kelib so'ymaguncha oq qizligini bilmaysan. Ha. U peshonangdan u yog'i deganlar. Mana shu hozir bizda ham vaqtimiz chegaralandi. Men peshonamizga shunaqa yozilgan ekan. Bu efir vaqti. Sizlarga rahmat, hurmatli mehmonlar, aziz aka. Rasulxon umuman ovozi chiqmay qoldi-yu. Ha. Yo'q, meni gapimdan ko'ra ham tomoshabinlarga, ham o'zimizga ko'proq manfaatli gaplar bo'lyapti. O'zingiz qanaqa? Men Holatingiz o'zimni ayting, gaplarimdan holatingiz ozod qanaqa? qildim barchani. Holat yaxshimi? Juda ham yaxshi his qilyapman. Ming rahmat. Taqdirdan avval xursandman. Qolaversa taklif uchun singlingizga minnatdorlik bildiraman va mana shunday insonlar bilan uchrashtirgan uchun avvalo sizlar bilan qadrli boshlovchilar va qolaversa mana aziz mehmonlarimiz. Bizni ko'rsatuvdan hech kim norizo bo'lib ketmaydi. Norizo bo'lib ketmagan. Men 2 martalab juda ham roziman. Rozimisiz? Hadyalar bilan, shifo bilan, yaxshi kayfiyat bilan, Va yaxshi energiyalarni qabul qilib ignalar olib bilan qaytyapman. ketmoqdasiz. Yurtdoshlar, Ko'rsatuvga sog' umid bo'linglar. qo'shib Kuzatib beraman boshida davom deyman. etinglar. Demak, xayrlashishimiz kerak, Mashrab. Xursand bo'lyapman. Mana monitorlarda ko'rib o'zim xursandman.